ko'p savollar keladi. Nima uchun erkakka bo'lgan nafratimni psixologik amaliyotlar qilsam ham hanuzgacha turmush o'rtog'im yoqtirmay ketaman yoki o'g'limni qabul qila olmayman. Otamga hali ham xafaligim bor, nima qilsam bo'ladi degan mana shunaqa savollar ko'p keladi. Qisqacha amaliyot qoldirib ketaman. Nafratni bittada oson yengil qo'yib yuborish qiyin, chunki nafrat faqat bu fikrlardan iborat emas, u yillar davomida yurakda yig'ilgan og'riqlar bo'ladi. Adolatsizlik hissi, ishda qolib ketgan, aytilmagan gaplar, kechirilmagan holatlardan qolgan katta iz bo'ladi. Psixik amaliyotlarda ko'pincha affirmatsiya, tasavvurlar, meditatsiyalar bilan ishlashadi. Bu ong bilan ishlaydi, lekin nafrat ko'p hollarda ong osti va qalb jarohatida bo'ladi. Shu uchun ham nega qilyapman-ku, lekin ichimda hali ham bor degan his turaveradi. Nafratni pasaytirish uchun qadamlarni qoldiraman. Birinchisi, nafratni yo'q qilishga emas, uni tan olishga ruxsat bering. Ya'ni menda nafrat bor degan so'zni aytib qo'ying. Eng birinchisi, inson o'ziga bo'lgan mana shu hisni tan olishi, o'zi bilan rost bo'lishi, o'zingizga rostini aytishingiz birinchi davo bo'ladi. Chunki bostirilgan hislar tozalanmaydi. U yanada ham sizda kuchayib ketaveradi. Ikkinchidan esa og'riqlar bilan ishlash. Mana shu nafratlarni ortida nimalar bor? O'zingizdan savol berib so'rang. Men nimalardan xafa bo'lyapman, xafa bo'ldim? Qaysi joyim og'riydi? Nima kutgandim, lekin men kutgandek bo'lmadi. Lekin men ola olmadim o'sha kutganimni. Mana shularga javob toping. Nafrat ko'pincha himoya, uni ortida qaysi o'rinda yig'lamoqchi bo'lgan qalb turadi. Yozib yirtib tashlasangiz ham bo'ladi. Keyin esa chegara qo'yish juda ham muhim. Agar erkak hali ham sizga ozor berayotgan bo'lsa, og'riq berayotgan bo'lsa, ruhiy masofa, aniq qoidalar, qaysi vaziyatlarda men buni qilishim kerak emas, bu mumkin emas degan ichki qaror berishingiz kerak. Masalan, tez gap qaytarib ketish yoki haddan ziyod yopishib olish, haddan ziyod talab, haddan ziyod nazorat, mana shuni dan chiqishingiz kerak. Bu sekin-sekin astalik bilan nafratni sekin pasaytiradi. O'zingizni hurmat qilib ushlab berishingiz kerak. O'zingizni e'zozlab, ehtiyotlab, ruhiy masofani ushlab turishingiz kerak. Keyingisi esa tanaviy tozalash, chiqarish. Nafrat tanadan chiqmasa qolib ketadi. Shu uchun ham yozing. Yuqorida aytganimdek yozish kerak. Xat yozasizmi, nima gaplaringiz bor, nima gaplaringiz qolib ketgan. Yig'lash orqali yozsa ham bu zo'r tozalanadi, chunki yig'laganda ichdagi salbiy zaharlar, toksinlar chiqib ketadi. Jismoniy harakatlar, nafas amaliyotlari yordam beradi. 5-sida ruhiy bosqich. O'zingizdan so'rang. Bu holat meni nimaga o'rgatdi? Bu holat meni nimada kuchli qildi? Men o'zim haqimda nimalarni o'rgandim? Bu qadamlarni albatta bajaring va savolga javob topganingizdan keyin albatta bajarib ko'ring, foydasi beradi. Siz qanchalik tezroq buni anglab yetsangiz, shunchalik sizda o'zgarishlar bo'ladi. Kerak bo'lsa 2-3 kunda bajarsangiz bo'ladi yoki bir haftada bir marta bajarsangiz bo'ladi. Nafrat hissi albatta sizdan xalos bo'ladi.